Savol: Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhabida namozda takbiri tahrimaning hukmi nima? Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Bu mavzuni yoritishimizdan asosiy maqsad bugungi kunda ko'pchilik insonlar jamoatdan ajralib namoz o'qishlari muammo va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Aslida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh mazhablariga ko'ra namozga kirishda qo'llar quloq barobarigacha ko'tarilib, qo'lning bosh barmog'i quloqning yumshog'iga yetkaziladi va takbiri tahrimi aytib namozga kiriladi. Qo'llar ko'tarilganda kafning ichki tomoni qiblaga qaratilib, barmoqlar biroz ochilgan holatda bo'ladi. Namozga kirishda qo'llar quloq barobarigacha ko'tarilishi haqida bir qancha hadislar kelgan bo'lib, quyida ulardan ba'zilarini keltiramiz. An Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallohu alayhi wa sallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salati kabbara wada'ahuma hiyala udhunayhi. Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni namozga kirishda takbir aytib, qo'llarni ko'tarib, quloqlari barobariga ko'targanlarni ko'rdim deydilar. Boshqa bir hadisda esa an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza iftataha as-salata kabbara thumma rafa'a yadayhi hatta yuhadhi ibhamayhi udhunayhi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga kirishda takbir aytib, so'ngra ikki qo'llarni ko'tarib, bosh barmoqlarni quloqlariga barobar qilar edilar. Ulamolarimiz hadislarda kelgan qo'lni quloq barobariga ko'tarishdan maqsad uni quloqqa tegizishdir. Chunki quloqning yumshog'iga qo'l tegishi qo'lning quloq barobariga ko'tarilganning aniq belgisidir deganlar. Bu haqida Raddul Muxtor, Al-Lubab fi Sharhil Kitob, Fatavoi Qozixon, Sharhul Vuqoya shu kabi bir qancha mo'tabar fiqhiy kitoblarimizda bayon qilingan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, namozga kirishda qo'lni qayergacha ko'tarish haqida mazhablar orasida biroz farqlar bor. Albatta, agar barcha o'z mazhabiga amal qilsa muammo yo'q. Ammo ming yillardan beri Hanafiy mazhabiga amal qilinib kelayotgan yurtda tug'ilib o'sgan kishilar ota-bobolarning mazhabiga zid ravishda ko'pchilik jamoatdan ajralib namoz o'qishlari muammo va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Tortishuvga sabab bo'lgan masalalar sunnat yoki mustahab darajasidagi kichik amal bo'lsa-da, tortishuvlarning natijasi harom bo'lgan amalga olib kelmoqda. Ya'ni musulmonlar orasida ixtilof chiqarish, ularning bir-birlariga adovat va yomon nazar bilan qarashlariga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan yurtimiz musulmonlari namozni, jumladan takbiri tahrimani Hanafiy mazhabi asosida amalga oshirishlari maqsadga muvofiq bo'lardi.